Salom, hammaga yaxshimisizlar? Katta bo'lyapsizlarmi? Aqlinizdagi kishilar uchun video qilishga keldim. Boyadir qilmadik. Aqlimizdagi kishilar uchun 10 kunlik videolar qilyapmiz. Qahva foli qildik. Aqlimizdagi kishilar uchun ancha bo'ldi qilmabmiz. Aqlimizdagi kishilarga kamera qo'yamiz. Siz yoki siz bo'lsangiz ham farq etmas. Qanday ruh holinda, qanday tushuncha ichida, nimalar qilyapti, nimalar bilan band, hayoti yaxshimi, yomonmi va hokazo nima chiqsa. Tamommi jonlarim? Ikkita karta, ya'ni karta tanlaysizlar. Hammaga bitta ochmayman, ikkita karta tanlaysizlar. Kimga qaysini tanlasalaring shu. Men birinchisi bu moviy kartadan, tarot moviy 78 kartaligimizdan foydalanaman. Tabiiyki dastakchi o'laroq Katinadan foydalanaman. Bu birinchisi moviy karta, ikkinchisi esa pushti diyelim, pushti karta. Tamommi? Qaysi biriga energiyalar tortyapti va xohlasangiz bitta tanlashingiz mumkin, xohlasangiz ikkita tanlashingiz mumkin. Bu arada tutuslarimiz yoqdi, go'zal hidlar, go'zal shifobaxsh energiyalar sizlarga borsin. Bo'lmasa men qizil bu yerda tursin. Pushti, qizil. Xullas. Men esa moviydan boshlayman. Moviyni tanlaganlarim aqlidagi kishilar nimalar bilan band, hayotda qanday, mamnunmi, mamnuniyatsizlikmi bor, yaxshimi, yomonmi va hokazo bizga nimani ko'rsatsa, nimani energiyasini olsa, buni ko'rsatamiz. Like bosgan obunachilar uchun deb niyatimni olaman. Zamonsiz zamonga bu video. Qachon qarshilarga chiqsa, demakki o'sha kunga o'tadi. O'sha kunda balki masalan 1 yildan keyin eshitdingiz, demak aqlingizdagi kishi shu narsalar bilan band bo'ladi. Ya'ni kartalar shundaydir, shunday energiyangizni oladi. Nomerimni so'rayotganlar, pastda bunday qarasangiz sari tanricha, meni profilim yozilib turibdi, sari tanricha. Shu qahvani ustiga bunday bossangiz, rasmni ustiga bunday bossangiz, sari tanrichani ustiga bossangiz, shunday hamma yoq chiqib beradi. Telefon nomeri chiqib beradi, WhatsApp chiqib beradi, Instagram, TikTok va hokazo hammasi chiqib beradi. Tamommi? Bo'lmasam boshladik. Birinchi bu karta uchib ketdi, tabiiyki qabul qilayman, qabul qilmayman. Hali beri almashtirmagandim. Ama ba'zi birlar hayotingizdan ham chiqqan, ya'ni bitgan, ya'ni balki vafot etganlar ham bor, ularda energiyasi ham tushibdi. Oramizda aqlidagi kishi vafot etgan ham bor, umuman ya'ni bir bitish ichidaligi bor. Buni endi shu kimga energiyasi tushgan bo'lsa, shuning uchun hamma uchun emas bu. Yana boshqatdan boshlayman men. Aqlidagi kishilar, like bosgan, obuna bo'lganlar, aqlidagi kishilar hayoti qanday? Nimaga kamera qo'ydik? Allohim. Like bosgan, obuna bo'lganlar, aqlidagi kishilar hayoti qanday? Kamera qo'ying, go'shak qo'ying. Nimalar yashiyorlar deb sizlarda hayot. Vallahi bu biraz ikkita keldi. Pardon. Nima bu karta uchirib yuboryapti? Rosa energiyalar olyapti shekilli.
Aqllilardagi kishilarga kamera qo'yganimizda uncha zo'r bir holda ko'rmadim. Boshida katta uchib ketishdan zotan boshladi. Ko'rdinglar, uni qo'shib olib turib qaytadan yana aralashtirdim, ammo yana tabiiyki berdi. Ba'zi bir aqllilardagi kishilar hayotimda, masalan, yaqinda ya'ni kimnidir yo'qotgan bo'lishi mumkin, oiladan birisini yo'qotgan bo'lishi ko'rinyapti. Ya'ni og'ir kunlar o'tkazganligi, kasalxonada o'tkazganligi, o'zida bir problemlar yashaganligini, hattoki kasalxonada bir kasali bor yoki uyida bir kasali bor, u o'lib qolgan yoki ishda vafot etgan, oilada janoza bo'lgan va sog'lig'ida ozgina ba'zilari esa sog'lig'ida problemlar yashagan, ba'zilari esa haqiqatdan moddiy ma'naviy yo'qotishlar yashagan, moddiyotidan, ya'ni balki bankrot bo'ldi, balki moddiy ma'naviy yo'qotishlar yashadi, ba'zi haqsizliklarga uchradi, nimasinidir o'g'irlatib qo'ydi, ya'ni hayoti biroz qarmasha to'la bo'lib qolibdi. İçinde ko'z yoshlar oqizgan tabiiyki, içinde xafagarchiliklar bo'lgan tabiiyki, hattoki yordam ham so'ragan boshqalardan. Keyin biroz hammadan yoki işte dunyodan belki biroz uzoqlashgan, belki o'zini yolg'iz his qilgan o'laroq ko'rinyapti. Sürekli o'laroq o'zini ayblagan, ammo ancha tajribalar yashagan, ancha problemlar yashagan, bu problemlar tufayli tajribalar orttirgan ko'rinyapti jonlarim. Keyin ya'ni biroz shu azadorliklar, yo'qotishliklar, azador bo'lmaganlar esa işte moddiy ma'naviy bir yo'qotishlarga uchragan, ilishki yo'qotishlariga uchragan, ya'ni rasman bir orqasidan bir pichoqlanmalar bo'lgan, urushga ketganlar bo'lsa, haqiqatdan bir problemlar yashagan o'laroq ko'rinyapti ozgina. Ammo harakatchan, yanada aqlingizdagi kishi imkonsiz bo'lgan narsalarni xohlayapti. Juda ham harakatchanda, masalan, hani urushda jangchi inson bo'ladi-yu, ya'ni jangchi desam ham bo'laveradi. Ya'ni hayotimda juda ham qiyin qaror oladigan narsalar bo'libdi. Ya'ni bir nimaga qaror olishimiz kerak, lekin o qadar qiyinki u qaror olish. Ya'ni shunaqa problemga kirib qolamiz. Shunaqalar bo'lganligini ko'rsatyapti. Keyin hayotiga boshqa birisi kirib kelgan ba'zilari, chunki u boshqa birisi uni uflagan, suflagan, puflagan, ya'ni o'qigan, bir narsa qilgan, ya'ni hayotiga boshqa biri kirib kelgan va yo'l ayrimlari tushgan, yo'l ayriliqlar yashagan, ya'ni va hokazo, biroz o'zini yo'qsin his qilyapti, ya'ni yo'qlik ichida his qilyapti. Ya'ni tortishmalar ham bo'lgan, ya'ni hayoti biroz jang qilishdan iborat, ya'ni mijoziy anlamda aytyapman. Masalan, urushga kelsangiz jang qilasiz, hayot ham o'zi shundaydir, ya'ni harakat bilan mujodala nima deydi? İşte xullas harakat bilan, ya'ni jang qilish bilan iborat. Biroz tabiiyki negativ kunlar o'tkazibdi. Ammo shunday o'tadimi desangiz, yo'q, shunday o'tmaydi tabiiyki. Ya'ni hayotda qolganlar, ya'ni yana oyoqqa turishi, duolari bilan oyoqqa turishi, yana hayotini yangidan boshlashi, yana hayotini go'zallashtirishi, yana fursatlar kelishi, balki hayotini boshqatdan boshlashi ko'rinyapti. Oilasida bitishlar yashaganlar esa ilişkilarida bitishlar yashayotgan bo'lsa, işte bu yana hali ham sadoqatli, ya'ni aral keldi kartamizda, hali ham sadoqatli, hali ham oilasiga qarab turganligini, balki oilasida işte dedik-ku, ba'zi bitishlar, yo'qotishlar, tortishmalar yashadi, ammo yanada oilasiga hali ham samimiyat bilan bog'liq ekanligini ko'rsatyapti. Tabiiyki men narsistlik qildim, o'zimni o'yladim, ammo jazoimni tortdim, hali ham oilamni deyman, işte sevgilimni, ya'ni kimsa aqlingizdek, ya'ni siz kim bo'lsangiz unga hali ham shuni deyman deyapti. Ustunda biroz ilm amallar, o'qitmalar bo'libdi, ustunda negativliklar bo'libdi, ozgina işte sehrlari içinde qolganligini ko'ryapman. Ammo bu butun yashaganlari, ya'ni ko'ryapsiz, bu yerda boya bir tajriba o'rgatgan, boya bir tajribalangan haqsizliklardan, bu yo'qotishliklardan tufayli boya bir ruhsal kattalashish yashagan. Bu arada yordamlar olmoqchi. Ba'zi birlar işte chet elga ketganlar bor bu oramizda. Chet elga ketganlar balki u kutganidek bo'lmadi. İşte kimdir chaqirgan bo'lsa, kimdir yordam beraman deb chaqirgan bo'lsa, bu işte istaganidek bo'lmadi. Biroz orqasidan pichoqlandi falan. Ammo yana yaxshi bo'ladi. Yanada o'zini qo'rimaga olyapti. Duolari bilan, işte Xudoga yaqin bo'lib, işte namozlari bilan boshqa yanada o'zini qo'lga olyapti, himoya qilyapti. Hali shansi, baxti, yo'li, ish yo'li
hammasi ochiladi, chet elga ketganlardan bahs etyapman. Ha, qolganlari esa işte bu hozirgi yo'qotishlar va hokazo, moddiyot yo'qotishliklari va hokazo, bunlardan ancha tajriba o'rgangan, ammo ustida biroz ilm amallar bor bu orada. Umidini yo'qotmayapti, ya'ni qaror olmoqchi bo'lsa ham biroz qiyin qaror olishi qiyin bo'ladi, ammo yanada umid bor. Chunki kurashchi, ya'ni jangchi, hayotga qarshi jangchi bir inson yangitdan hayotida yangitdan tug'ilishlar bo'ladi. Buni ilishki uchun ham, ya'ni o'zini hayoti uchun ham, ya'ni hammasi uchun o'zingiz oling, chunki hayotimda shunaqangi narsalar yashabdi, kundamda ya'ni nimalar yashadi deydigan bo'lsangiz, shunaqangi problemlar otlatibdi. Xullas, qulay narsalar yashamabdi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni qulay narsalar yashamaganligini ko'rsatyapti. Xo'p, buni to'g'ri qo'ying. Maviy karta bu kadardi. Hozir kartama olay. Xullas, maviy karta bu kadardi. Endi nima kartasini olamiz? Pushti kartani boshlaymiz. Kartalarni qo'yib olay, qo'limni uzatyapman-da shuncha. Endi esa bunga energiyalar jo'natinglar. Buni tanlaganlari aqlidagi kishi hayoti qanday ekan, yaxshimi, yomonmi, nimalar yashayapti, nimalar yashamayapti va hokazo. Yo, bunda ham sirroz bittada uchib ketyapti. Ikkosida ham shunday bo'lyapti. Like bosgan obunachilarim uchun deb zamonsiz zamonga bu video qachon qarshilarga chiqsa, ana shu kundan e'tiboran olishinglar mumkin. Buni ham hali zo'r emas. Hozir masalan ochib olaylik. Rosa tarotchilar ko'payib ketdi. Rosa ko'payib ketishdi. Omadlarini bersin. Bu yerda uchli ilişki yaşaganlar, uchli ilişkiga ketib qolganlar, shunaqangi aqlingizdagi kishi. Mana ular biroz maqola ko'rinmayapti. Chunki biroz yalang'och nimalar qo'yibdi. Shuning uchun ya'ni bu aqlingizdagi kishi ba'zi birlari, hammasi emas. Bu yerda bir kishi ko'rmaydi. Ana shuning uchun bir necha ssenariy bor. Ba'zi birlar aqlidagi kishilar ichkiligi chekkan bo'lishi mumkin, ko'p siqilayotgan bo'lishi, ya'ni oldini ko'ra olmaslik, biroz tushkunlikka tushishlik, ya'ni hech bir haligi masalan tushkunlikka tushganda hech bir fursatda ko'ra olmayotganligini, ya'ni ko'zlari bekilib qolganligini, zotan ichganligi uchun yoki ba'zi bir bog'liqliklarga berilganligi uchun, zotan hani настроенияsi bo'lmaganligi uchun, hamma narsadan uzoqlashgani uchun ko'p narsalar to'xtab qolgan. Ishimi deysiz, ilishkisimi deysiz, farq etmas, ya'ni ba'zi pauzalarga kirib qolgan. Bu oralar o'zini balki hamma narsadan uzoqlashtirib bir oydinlikka qovishni xohlayapti, bir oydinlikka chiqishni xohlayapti. Chunki o qadar miyasi qarishibdiki, ya'ni nimani tanlashi, qanday qaror berishni bilmayapti. Chunki nimaga? Uchli ilishkilar yashagan birisi.
Masalan, aqli izdeyi kishi uchli ilişkiler yashapti zamonida. Siz va yana boshqasi uchli ilişkiler yashaganligini va bularning o'rtasida biroz miyalar ham qarishib qolganligini ko'rsatyapti. Chunki nega? Ba'zi bir yaralanmalar yashapti. Masalan, bir narsani endi qilaman, endi mana oxiriga yetib qoldim, bu narsani eplayman deganda ishlari teskarisiga ketgan. Masalan, aytamizki, masalan, shu oxirgi ishni qilib qo'ysam, hamma yo'g'i расчет qilaman, bo'ladi degimizda o'xshamay qoladi-yu, shunaqangi narsalar yashagan ya'ni. Biroz yaralanmalar yashaganligini ko'rsatyapti. Uchli ilişkiler yaşadim, tasodifan birisi bilan tanishib qoldim, ya'ni u bilan tuyg'ularimiz qarshilikli edi. Ammo biroz miyam qarishib qoldi. Ba'zi hayotim, balki moddiyotim, balki barakatim pauzaga kirib qoldi, eskisidek emas. Biroz uni balki ko'p o'yladim, balki işte u bilan bo'lgan ilişkimizda ba'zi bog'imliliklarga berildim. Hayotim ya'ni teskarisiga ketdi. Üçlü ilişkiler yaşagan uchun hayotim teskarisiga ketdi va tabiiyki de haligi uydagi ayoli yoki işte sevgilisiga bir xiyonat qilganligidan biroz ichi ezilayotganligini ko'rsatyapti va eski o'tmishi, sizmisiz yoki u uchinchi kishimi, ya'ni o'tmishi ko'p o'ylayapti. O'tmishi ko'p o'ylayotganligini ko'rsatdi. Chunki işte uchinchi kishiga ilakishib aldanganligini, chunki u menga maska taqdi, meni yolg'on gapirdi, meni aldadi, tabiiyki de men ham aldadim boshqasini. Ana shuncha haligi inson yaralagan yerdan yaralanar ekan-u, shuni aytyapti. Masalan, aqlingizdagi kishi sizni yaralagan bo'lsa, u ham boshqasidan yaralaganidan bahs etyapti. Agar aqlingizdagi kishi boshqasini yaralab sizga kelgan bo'lsa, siz uni yaralaganingizdan bahs etyapti. Tushuntira oldimmi? Ya'ni shunaqangi bir yaralanmalar yashaganligini ko'rsatyapti. Ammo bu kartadagida aqlingizdagi kishilar ham bu kartadagida biroz ichida o'fka bor. İçinde intiqom bor. Sanki bir narsalar ichida bir xil narsalar aylanib yuribdi. Ya'ni bir xil hayot yashab yuribman. Sanki bir xil plastinka aylanib turibdi va ichimda o'fka bor. Bilmayman, bu otalarimdan kelganmi yoki işte umuman ya'ni nima deydi, işte ota bobolarimdan kelganmi, bir karmani ichidaman dedi. Yolg'onlarga ishondim, haqiqatlarni ko'rmadim, hayollar qurdim tabiiyki de, ammo hozir yolg'izman, yolg'iz qoldim. Duo qilishdan boshqa ilojim yo'q, ishonchlarimni ham yo'qotganman, ba'zan qadarga, taqdirga rozi kelib qolganman, ammo hozirgi kunlarda biroz ma'naviyatimni oshirdim. Chunki nega? Ya'ni to'xtab hamma yo'qni tushunib olishim kerak, ya'ni oydinlikka yetib olishim kerak. Zotan hayotim to'xtab qoldi, zotan hayotim rasvo bo'lib ketdi deyapti. Va bu oralar balki ko'z yoshlarini yashiryapti, balki işte bu yaralanganligini yashiryapti, balki buni bildirmaslikka harakat qilyapti. Ammo bu kartadagi aqlingizdagi kishilar ko'proq bu qo'shtirnoq ichidagi yomon yo'llarga kirganligini ham bahs etyapti bu yerda. Ya'ni zotan u meniki bo'lmasdi. Zotan ya'ni meni tengim emasdi. Yaxshi emasdi yoki unday edi, bunday edi. Nimaga men bu yolg'onlarga ishondim degan energiyalar ichida. Moddiyotiga keladigan bo'lsak, moddiyotda yaqin kelajaklarda tabiiyki de qo'liga moddiyot kelishi, hammasi yo'liga tushirishi, bu haligi pauzalardan chiqishi ko'rinyapti. Yana kuchga kiradimi, yana kuchga kiradi, yana kuchlanadi. Biroz bu vaqtinchalik o'tib ketadigan bir energiyani ichida. Ammo bundan keyin aqlli ishlataman deyapti. Bundan keyin aqlli ishlatib harakat qilaman deyapti. Ammo hali ham aqlingizdagi kishi işte bu uchli ilişkiler ichida ham hali ham kuzatishda davom etyapti. Yaralangan bo'lsa ham, problemlar yashagan bo'lsa ham, halida u kishini kuzatishda davom etyapti. Halida u bilan istayapti, ya'ni birga bo'lishni. Yaralagan bo'lsa ham, yolg'onchiligini bilgan bo'lsa ham, aldangan bo'lsa ham, ammo hali ham uni xohlayapti. Ya'ni u bilan o'tgan işte o'tmish falon bunları ham o'ylayapti. Tamommi? Ya'ni uni boya bir xohlayapti, tushundinglar ya'ni. Ammo nima desam, o'ch olish uchun ham xohlayapti, ham o'ch olgisi kelyapti. Ya'ni bu aqlingizdagi kishi siz bilanmi bu problemni yashadi yoki u uchinchi kishi bilanmi bu problemni yashadi? Chunki hali ham agar nima desam bo'ladi, kuchlanib, yana kuzatib, yana strategik, mantiqiy haligi harakat qilib, yana sizga strategik yaqinlashsa, masalan, siz bo'lsangiz agar, ishonmang, chunki o'ch olish niyati bor ichida. Agar u uchinchi kishi bo'lsa,
tek qo'ying, undan o'ch ona oladi, yana sizga qaytib keladi. Yani içinde hozir o'ch olish bir problemi bor. Yani uni yana ko'nglini olaman, yana buning uchun balki pushaymonlik ko'rsataman o'zimni, ammo meni aldaganligi uchun, meni yani yolg'on gapirganligi uchun, ya'ni hali unga endi bu safar tuyg'usal yaqinlashmayman. Sevgi bilan yaqinlashmayman. Nafrat bilan, intiqom bilan yaqinlashaman deyapti. Ama moddiy ma'naviy moddiyat olarak aytganimdek zafarlar bor, muvaffaqiyatlar bor. Bu osqidan, pauzadan, bu ichkiliklardan yoki bosh aylanib qolishliklardan chiqib ketadi. Bu yaralanishlardan chiqib ketadi. Kuchlanadi, kuchga to'ladi, yana o'ziga keladi. Moddiyatlardan esa tabiiyki zafarlar, muvaffaqiyatlar bor va ilişkiga uzr taklifi ham bor. Xayrli eshiklar, masalan, ahli kishilarga davlat eshiklari, xayrli eshiklar. Aşısılarda 3. kişi vardı. Üçlü ilişkide bu. Telefondan qo'shilib berildi. Xullas, aqli kishiga xayrli eshiklar, davlatdan bir yerdan qog'oz yoki viza yoki ya'ni ishdan ko'tarilish, ya'ni shunaqangi narsalar kutayotgan bo'lsa, bunlari bo'ladi. Tamommi? Короче, bu pushtini tanlaganlar shunday energiya içinde aqlingizdagi kishilar. Tamam mı? Keyingi videoda ko'rishguncha bay bay.